Qo'limdagi nima bu? Albatta bu dron. DJI Neo 2. Bu men bilan doimo syomka jarayonlarida o'rmon, tog', suv hamma joyda baravar men bilan yuradi. Nega? Chunki bu meni operatorim. Ba'zida tepadan qanday ko'rinish uchun Neo yordamida foydalanaman. Bu juda ham ajoyib dron. Nafaqat tepalikdan olish, balki meni kuzatib yurish imkonlariga ega. Farqi yo'q, daraxt bormi, tog'dami, yonimda meni kuzatib beradi. Kuzatib boring, qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Hello. 3, 2, 1. Agar sizga ham bu qiziq bo'lsa, albatta kommentariy qismlarida yozib qoldiring va albatta sizni savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Velosipedda qanaqa kuzatib yurishini ham tomosha qiling. Rear. Follow. 3, 2, 1. Meni kuzatib borishga tayyor. Ana o'rmonda masalan ko'p turganingda men daraxtlarni chekirdim, pastlab o'zi mana uchib. Ko'p turganingda pastlab uchadi. Agar yugursam, mana yugurib ko'raylik. Yuguradi. Qattiq yursangiz, qochishga harakat qilmayman mana. Qochadi. Bunaqa yordamchini qayerdan olasiz? Yugursangiz, yugursa ketingizdan qolmasdan. Ke? Albatta xarid qilishni maslahat beraman. Narxi ham unaqa ko'p qimmat turmaydi. Uzoq borsa bir $300 atrofida tushadi. Lekin sizni mana shu mashaqqatlaringizni hammasini yengil qiladi. O'zingiz xuddi juda ko'p odam bilan yurgandek his qilasiz. Syomka davrida albatta. Tog'ga ham ketadi va albatta selfie ham olishingiz mumkin. Qanaqa qilib? Mana bunday. Dolly zoom. Dolly zoom chiroyli qilib zoom qilib beradi. Wide. Uni ham bitta Dolly ko'ramiz. zoom. 3, 2, 1. Ko'rib turganingizda o'z ishini bajaryapti. Like bosishni unutmang. Albatta bunaqa dron bo'lishini sizlarga ham tavsiya etib qolaman. Hozir oldi uzoq qilib zoom. Mana hozir qaytarib kelyapti. Kuzatib boring. Albatta keyingi videolarim bundan ham qiziq bo'lib, ba'zi bir texnologiya to'g'risida sizlar bilan gaplashamiz. Shu edi dron haqida, mana shu edi dron haqidagi filmimiz. Like bosishni unutmang. Rahmat kuzatib borayotganingiz uchun. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.